Shulardan charchab doim katta bo'lishga orzu qildim men qadringni bilmay yuragim to'lib yig'layman afsus bugun oxirgidir men uchun bu dars senda men hech istamayman sendan ketmayman so'zim qaytarib olaman maktab shoh bolaligim sen bilan birga jon deb qaytardim bag'ringga maktab erkaligimni ko'tarding har choq sodiq sirdoshimga aylanding maktabimni Xazinamsan, taxtim o'zingsan, qiyosi yo'q baxtim o'zingsan, yer yuzining jannati sensan, yaratganning san'ati sensan. Jannat bog'im, hazrat tog'imsan, mehribonimsan, sajdagohimsan, sen onasan, muqaddas vatan, yagonasan, muqaddas vatan. So'nggi qo'ng'iroq tantanasining asosiy sababchilari 9-11 sinf bitiruvchi o'quvchilarini kutib olsak, marhamat. Bilimdon va zukkoligi bilan ajralib turuvchi 11A sinfi va sinf rahbari maktabimiz fidoyisi o'z mehrini uzoq yillar A sinf o'quvchilari 2014-2015 o'quv yilida birinchi sinfda o'qish uchun qabul qilingan. Sinfda jami 19 nafar o'quvchi bo'lib, ulardan Shahxo'jayev Nodir, Abdurahmonova Iroda, Dilshodova Nigina, Ergasheva Ruxshona, Ne'matullayev Baxtiyorlar maktabni a'lo baholar bilan yakunlashdi. Danaboyev Jahongir va Ne'matulloyev maktabimiz sha'nini munosib himoya qilishdi. Abduolimov Farruh bilan Ne'matullayev Baxtiyor ingliz tili fanidan 6,5 darajaga ega 10 nafar o'quvchilar B2 darajani qo'lga kiritishgan. Danaboyev Jahongir matematika fanidan milliy sertifikatga ega bo'lgan. Izlanuvchanligi va talabchanligi bilan ajralib turuvchi 9A sinfi Mehridaryo sinf rahbari Ishmurzayeva Yuliya Nikolayevnani taklif etamiz. 9A sinf o'quvchilari 2016-2017 o'quv yilida maktabning 1-sinfiga qabul qilingan. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Garbateyka Tatyana Romanovna, Hayot Svitkov Artyomlar maktabni a'lo baholar bilan yakunlashdi. O'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan fan olimpiadasida Babanazarova Mariya rus tili fanidan faxrli birinchi o'rinni egallab, maktabimiz sha'nini munosib himoya qildi. Viloyat birinchiligida o'z jamoasi bilan faxrli ikkinchi o'rinni egallagan. Epchiluv chaqqonligi bilan ajralib turuvchi 9B sinfi va jonkuyar Mehridaryo sinf rahbari Svonqul va Umida Ravshanovnalarni taklif etamiz. 9B sinfi 2016-2017 o'quv yilida maktabning 1-sinfiga qabul qilingan. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Mirzayeva Mavluda. Sinfda jami 32 nafar o'quvchi bo'lib, ulardan Danabayeva Odina, Ergasheva Sevinch, Po'latqulova Zuhra, Po'latqulova Zahro, Valijonov Hojakbar, Toshpo'latova Charos, Abduvahhab va Shodiya, No'monova Nozima, Aslanova Mukarram maktabni a'lo baholar bilan yakunlashdi. Maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan fan olimpiadasining tuman bosqichida Ergasheva Sevinch, Po'latqulova Zuhra faxrli o'rinlarni egallashib, maktabimiz sha'nini munosib himoya qilishdi. Danaboyeva Odina ingliz tili fanidan xalqaro sifir sertifikatiga ega. Mehnatkash fidoyiligi bilan ajralib turuvchi 9D sinfi va sinf rahbari nafosat olamida shogirdlari qalbiga go'zallik ulashuvchi ustoz Xudoyberdiyeva Maqsuda Mamaga qabul qilingan. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Aripova Shahnoza. Sinfda jami 32 nafar o'quvchi bo'lib, ulardan Ne'matullayeva Zulfizar, Yusufjonov Farruh, Shovkatova Zuhra maktabni a'lo baholar bilan yakunlashdi. Qizlar o'rtasida o'tkazilgan Zulfiyaxonim qizlari ko'rik tanlovida Olashonboyev Samandar faxrli birinchi o'rinni egalladilar. Basketbol to'garagining faol a'zosi Mustafaqulov Ozodbek yoshlik sport jamoalari o'rtasida sportning basketbol turidan o'tkazilgan viloyat birinchiligida
o'z jamoasi bilan faxrli 2-o'rinni egallagan. Mas'uliyat va tartib intizomi bilan ajralib turuvchi 9-E sinfi va jonkuyar Mehri Daryo sinf rahbari Ergash va Gulchehra Alimurodovnani taklif etamiz. 9-E sinfi 2016-2017 o'quv yilida maktabning 1-sinfiga o'qish uchun qabul qilingan. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Umarova Mastura. Sinfda jami 32 nafar o'quvchi bo'lib, ulardan Dilshodova Aziza, Farhodova Fotima, Muqimova Muxlisa, Bekbo'g'ochi va jamoat ishlarida faol ishtirok etuvchi o'quvchilaridir. Shuningdek, bu sinf o'quvchilari maktablar aro o'tkazilgan tuman tanlovlarida ham faol ishtirok etib, yutuqlarga erishib kelishgan. Qur'on maktab teatr tanlovining viloyat bosqichi sovrindorlari. Siz ekologik huquqlaringizni bilasizmi? Respublika ko'rik tanlovining viloyat bosqichida faxrli 3-o'rinni egalladilar. Va 2016-2017 o'quv yilida 1-sinfga o'qish uchun qabul qilingan. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Mama Rafiqova, Dila Shahrizoda, Jabbor va Umidalar maktabni a'lo baholarga yakunlashdi. O'quvchilardan Abdukarimov Asilbek ingliz tili fanidan xalqaro sertifikatga ega. Basketbol to'garagining faol a'zolari Yo'ldosheva Sarvinoz va Ziyayeva Sarvinozlar yoshlik sport jamoalari o'rtasida sportning basketbol turidan o'tkazilgan viloyat birinchiligida o'z jamoasi bilan faxrli 1-o'rinni egallashgan. Qo'llar ko'ksimizda dermiz xush kalom, aziz ustozlarim, salom assalom. Assalom ona yurt hurlar o'lkasi. Tarix tasnifining yo'q nihoyasi senga bag'ishlanar. Muqaddas qo'shiq bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Assalomu alaykum. So'nggi qo'ng'iroq tadbiriga tashrif buyurgan mehribon ota-onalar, ilmga chanqoq o'quvchilar.
Assalomu alaykum mehri daryo ustozlar, aziz mehmonlar. Ilm eng buyuk sharaf shiori ostida o'tkazilayotgan so'nggi qo'ng'iroq bayram tadbiriga xush kelibsizlar. Ana endi ilm eng buyuk sharaf shiori ostida o'tkazilayotgan so'nggi qo'ng'iroq bayram tadbiriga tashrif buyurgan mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'tsak. Paxtakor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sulton Nazarov Bahrom Imomnazarovich. Maktabimiz faxriy ustozi Nabi Azimovich. Maktabimiz direktori Shoimov Ikromjon Xo'janazarovich. Maktab ota-onalar qo'mitasi raisasi Uchixajayeva Dilnoza. Ilm eng buyuk sharaf shiori ostida o'tkazilayotgan so'nggi qo'ng'iroq bayram tadbirini ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Ikromjon Xo'janazarovich Shoimovga bersak. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun tantanali kun, sizlarning hayotlaringda o'chmas xotirali bir kun. Bu haqiqatan ham o'chmas xotirali deyishga sabab insonning hayotida haqiqatan ham bir marta bo'ladi o'zi bu kun. Shu kuni mana shu maktabda aynan tugallayotgan so'nggi qo'ng'iroq kuni hisoblanadi. Va shu fursatdan foydalanib sizlarni kechagina maktabga kelgan murg'a qo'llaringni ushlab kelgan ota-onalaringizni avvalambor ushbu kun bilan chin yurakdan tabriklayman. Mana sizlar kecha 1-sinfga keldinglar. Bugun kimdir 9-sinf, kimdir 4-sinf, kimdir 11-sinf tugatyapti. Bizda natijalar maktabni ravnaqini, maktabni yutug'ini ko'rsatadigan bu o'quvchilar natijalari bo'ladi. Ustozlarning mehnatini, qolaversa ushbu maktabdagi salohiyatni ko'rsatadigan mana shu bitiruvchilarimiz ko'rsatadi. Demak, men bu shu fursatdan foydalanib sizlarni kelajakda egallamoqchi bo'lgan, kirmoqchi bo'lgan oliy ta'limlarga kirib ketishlarning tilakdoshi bo'lib, men shu tabrikdan oldin, o'zim tabrigimdan oldin muhtaram prezidentimiz tabrigini sizlarga qisqacha o'qib bermoqchiman. Demak, sizlarga tabrik bizni davrimizda mana shu turgan ota-onalar biladi. Bizni bitirgan paytimizda hech qanaqa prezidentlar bizni tabriklamadi bitiruvchilar. Mana shu muhtaram prezidentimiz qachon boshlagan bo'lsa, 16 yil jam bo'lgan bo'lsa, har yili bitiruvchilarga alohida e'tibor berib, alohida tabrik jo'natadilar. Ushbu tabrikni ham mana har safarisida yana ko'rganman, bir-biriga o'xshamaydi tabriklar. Zamonga xos, bugungi kunga mos qilib jo'natadilar. Demak, ushbu tabrikni sizlar diqqat bilan eshitishlaringizni so'rab qolaman. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarning hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea, maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu shukuhli ayyomda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktablarda mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan kuch, g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11500 nafardan ziyod farzandlarimizga, 2000 dan ortiq kumush medali sohiblariga o'qish va izlanishda, jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doim o'rnak va namuna bo'lib kelayotganlar uchun alohida tabrik va tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz bitiruvchi o'quvchilar, yoshlarimiz, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etishi uchun zarur sharoitlar yaratib bermoqdamiz. Jumladan sizlarning zamonaviy ilm ta'limning barcha bo'g'inlari, o'quv tarbiyaviy ishlari sifatida va natijakorligini oshirish, bitiruvchi yoshlarimizga tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Sizlar ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslining oltinga teng
har bir daqiqasini qadrlab, odamzod hayotda munosib o'rin topishi, el yurtining hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lishi uchun milliy va umuminsoniy qadriyatlarni egallab, doimo oldinga intilib yashashi, izlanish va o'rganishni aslo to'xtatmasligi kerak. Halol va mashaqqatli mehnat, ilmga, kasbga, ota-ona va oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltirish uchun hayotini fayzli va charog'on etadi. Ayniqsa siz bir natijaga erishib, irodangizni sinovlarga toblab, faqat va faqat oldinga qarab borish yarashadi. Aminman, sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz turli sohalardagi o'z kuchiga ishongan, qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabimiz, aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz, butun xalqimiz faqat ezgu va ishlar, yorqin natijalar kutadi. Yana shunday yuksak ishonchga doim munosib bo'lishlaringiga ishonamiz. Intilish, izlanish va yangilik yaratishda aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin, aziz o'g'il-qizlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Shuncha tilaklardan keyin boshqa qanaqa tilak qo'shish mumkin? Demak, men sizlarga o'ylaymanki, kelajakda haqiqatda vatanimizni muhtaram prezidentimiz ishongan farzandlar, haqiqatda o'sha hozir ishonch bildirgan bolalardagi bolalar bo'lib, kelajakda maktabimizni yuzini, xalqimizni, mahallamiz yuzini Xudo xolasa yerga qaratmaymiz degan umiddaman. Va men shu fursatdan foydalanib kecha bir yig'ilishda bir narsani guvohi bo'ldim. Shu maktab tarixida mana 6-yil bo'layotgan bo'lsam, birinchi marta mana shu 11-sinfda buni hozir tabrik sifatida qabul qiladi ota-onalar. Birinchi marta bitiruvchilarimiz ichida 10 ta B kategoriyali sertifikat, hamda 2 ta ALS bo'lyapti. 12 ta bola navbatdan oldin o'qishga kiryapti degan bo'ladi. Tabriklaymiz sizlarni olaylar. Biz maktabimizda maktab boshlaganda mana 6 yil oldin 8-chi maktabda o'rni 43-o'rinda bo'lsa, 2-yilda 8-o'ringa chiqqanmiz. Bu yil tumanimizda maktabimiz reytinglar bo'yicha 2-o'ringa chiqqanmiz. Tabriklaymiz hammalarni. Va sizlarga kelajakda mana shu ko'rib turgan bolajonlarimiz ham xuddi shu akalariday, opalariday bo'lib, kelajakda yaxshi o'qishlarni tilakdoshimiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, rahmat. Yana bizda bitta narsa aytib qo'yaylik, hech tarixda bo'lmadimi, hali kelgandan beri bo'lmagan. Bizning maktabimizda 11-sinf bitiruvchilarda 2 ta oltin, 1 ta kumush ham bor aytmoqchiman. Tabriklaymiz sizlarni. Bular tantanali hokimni o'zi tabriklaydi. Xudo xolasa shu tabrikga. Fayzli tadbirimiz qatnashuvchilari, mana orziqib kutilgan hayajonli daqiqalarga ham yetib keldik. Endi maktabimiz rahbari Ikromjon Xo'janazarov Shoimov tomonidan joriy o'quv yilida erishgan yutuqlari, a'lo baholari, namunali xulqi uchun bir qator o'quvchilarimiz taqdirlanadilar. Marhamat. 2024-2025 o'quv yilida bo'lib o'tgan Respublika Fanlar Olimpiadasining tuman bosqichida biologiya fanidan ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni egallagan o'quvchimiz Ergasheva Sevinch, 9-B sinf o'quvchisi. Jumayeva Nodiraxon, biologiya fanidan. Jumayeva Nodiraxon. Rus tili fanidan Babanazarova Mariya, 9-A sinf o'quvchisi. A sinf o'quvchisi Ne'matullayev Baxtiyor, Po'latqulova Zuhra. Sport musobaqalari. Xuddi shunday Yo'ldosheva Sarvinoz. Jahongir, Olimova Charoz, a'lochi o'quvchilarimiz. Olimova Charoz. Abdurahmonova Iroda.
Dilshodova Nigina. A'lochi o'quvchimiz Maskina Sabrina 9-A sinf. Babanazarova Mariya. Narzullayev Hayotjon, отличник наш. Donaboyeva Odina 9-B sinf. Abdumalikova Sarvinoz. Yodgorov Asliddin. Ergasheva Sevinch. Numonova Nazima. Tursunqulov Ozodbek. Jamoatchilar. Valijonov Hoji Akbar. To'qqizinchi D sinf Shavkatova Zuhra. Nishonboyev Samandar. Olimjonova Madina. Norbotayeva Nozima. Iqtidor tanlovida, iste'dod tanlovida faxrli 3-o'rinni egallagan. Yusufjonov Farruh. Eng a'lochi, eng odobli o'quvchimiz. Ne'matullayeva Zulfizar. Eng a'lochi, eng odobli o'quvchimiz. To'qqizinchi sinf Dilshodova Aziza. Eng a'lochi, eng jamoatchi, eng faol o'quvchilarimizdan. Farhodova Fatima. Eng faol, eng jamoatchi qizimiz. Bekbo'latova Sarvinoz. Eng odobli, tarbiyali qizimiz. Muqimova Muxlisa. A'lochi o'quvchimiz. Rajabboyeva Shahrizoda. Ismoilov Abdumajid. Eng faol, eng jamoatchi, maktabimiz sha'nini ko'p joylarda himoya qilib kelgan o'quvchilarimizdan. Madaminova Durdona. A'lochi o'quvchilarimizdan. Abdullayeva Fatima. Qizil attestatga da'vogar o'quvchimizdan. Abdukarimov Vasilbek. Qizil attestatga da'vogar a'lochi o'quvchilarimizdan. Rahimjonov Behruz. Muhiddinov Asror. Va Sevinch Umar Agar. Urolova Sevinch.
Qotirov Nodir. Mahmudjonova Nozima. Xolmurodov Ulug'bek. Zayniddinova Muslima. Mamajonov Aslirbek. Saidazimov Sherzod. O'q otish sporti bo'yicha tuman viloyatda birinchilikda olgan o'quvchimiz bor ekan, Akbarov Asadbek. Hozir bunda ota-onalarga o'z tashakkurnomasini o'qiymiz. Chiqmagan ota-onalar bo'lishi mumkin. Mana shu farzandlarni hozir shuncha tabrigini qildik, shu ota-onalarga qarsak, mana shu ota-onalarni tabriklaymizki, shu farzandlar shunday yetuklikka erishdi. Rahmat ota-onalarga. Beshgina o'lga. Hasanova Nilufar. Hasanova Nilufar. Odilova Madinaning ota-onasi. Odilova Madinaning ota-onasi. 9-B sinf Odilova Madinaning ota-onasi. Donaboyeva Odinaning onasi. Donaboyeva Odinaning onasi. Ergasheva Sevinchning onasi. Ergasheva Sevinchning onasi. Xudoyberdiyeva Mohidin. Fatima va Husanlarning onalari. Farhod va Fatima va Husanlarning onalari. Bormi? Eng faol, eng jonkuyar onamiz. Dilshod va Aziza va Niginalarning otasi. Dilshod va Aziza va Niginalarning otasi. Eng faol otalarimizdan. Abdukarimov Aslirbekning onasi. Eng jonkuyar ona. Abdukarimov Aslirbekning onasi. G'ulomova Gulsanamning onasi bormi? G'ulomova Gulsanam 9-B sinf. G'ulomova Gulsanam Baxtiyorning onasi. Ne'matullayev Baxtiyorning onasi. Narzullayeva Jasminaning onasi. Mahmudjonova Munisaning onasi. Mahmudjonova Maftunaning onasi. Mahmudjonova Maftunaning. Zanabayev Jahongirning ota-onasi. Abdurahmonova Irodaning ota-onasi. Abdurahmonova Irodaning ota-onasi.
sohasida barkamol avlodni voyaga yetkazish, yoshlarni vatanparvarlik va istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash borasida fidokorona mehnati bilan soha rivojiga qo'shgan munosib hissasi uchun ustozlardan Mirzaqulova Zulfiya opani taqdirlaymiz. Xuddi shunday Husaynova Nargiza Samiyevna, biologiya ustozi Husaynova Nargiza Samiyevna ko'p shogirdlar chiqargan ustoz. Tashakkurlarni bildirib qolamiz. Yurtimiz bo'ylab bugun Xayr maktab bayram tadbiri, so'nggi qo'ng'iroq sadolari jaranglamoqda. Ushbu kun dilimizda mangu muhrlanib qoluvchi so'nggi qo'ng'iroqqa bag'ishlangan tadbirimizning asosiy sababchilari bo'lmish bitiruvchi sinflarimiz bilan birgalikda tadbirimizning badiiy qismiga o'tsak. Endi navbatni 7-F sinf o'quvchisi Usmon va Dilnura ijrosida Kuyladim qo'shig'iga bersak. Kuyladim nomu doston olamga deb hurmatingni kuyladim ey ona xalqim sening qudratingni kuyladim nomu doston olamga deb hurmatingni kuyladim eshagan bo'stonlaring gulbog'laringni kuyladim shuhratingni Kattakon. Hammamizga ma'lumki, bugun nafaqat 9-11 sinf bitiruvchilari, balki 4-sinflar ham o'zlarining birinchi ustozlari bilan xayrlashmoqda. Keling 4-sinflar ijrosida biz she'rlar tinglasak. Marhamat. İlk bora partaga sokin o'tkazib, jajji barmoqlarimga qalam tutqazib, menga harf tanitgan ilmi jahonni unutmayman aslo sizdek insonni. Учитель слога не так уж и много, а сколько умений мешает оно. Умение мечтать, умение держать, умение работу себя отдавать, умение учить, умение творить, умение детей беззаботно любить. Ustoz, so'radilar dunyoda asli kim aziz. Aytdilar ustozdir ustoz begumon. Tag'in aytdilarki aziz shubhasiz ustozim qadriga yetolgan inson. Olamda ko'p yurur muborak onlar, tabarruk zotlar ham garchan ko'p yurur. Sizga ilk rahmat aziz insonlar, munis muallimlar sizga tashakkur. Shodlik quvonchlarga to'la bag'sh bu aziz dargohda bayramdir bugun. Bilimga erishgan baxtimiz sabab biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Maqsadi ulug' bor, qadami qutlug', zaboni shirin u kalomi qutlug'. Onadek mehribon, otadek ulug', biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Olamda mo'tabar ustoz degan zot
parvozga shaylangan bergan ul qanot, ko'ksi tog' qalbida metinlik sabot. Biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun, siz sabab dunyoni tanidik bizlar. Kamolga erishdik yigit u qizlar, dunyo turgunicha bor bo'ling sizlar. Biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. 11-sinf o'quvchilaridan dil izhorlari eshitsak. Marhamat. Hammaga omonlar. Mana yil ham tugayapti. Yaxshi yomon xotiralar bilan tugatyapmiz. Yil bo'yi yaxshi o'qidik, darslarga kirmadik, nima qildik. Mashina o'rtasida bizni ustozimiz, sinf rahbarimiz shuncha bizni qo'llab-quvvatladilar. Katta rahmat aytaman ustozimizga, Sunnat akaga. Juftlar bilan qo'shilgan sizlar, ota-ona baxtli sog' bo'lsinlar. Ustoz, katta rahmat sizga, shuncha bizni yana qildingiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Mana bugun bizning 11 yil mobaynida bir partada yonma-yon o'tirgan sinfdoshlarimiz, bir oilada bo'lib ketgan sinfdoshlarimiz bilan bugun xayrlashar ekanmiz. Hammaga baxt saodat tilayman. Hamma kimdir oliy o'quv yurtida o'z hayotlarini davom ettiradi. Yana kimdir yaxshi kasblarni egallab shaxsiy hayotlariga qadam qo'yishadi. Shu bilan birgalikda bizning sinf rahbarimiz Sunnat akaga katta rahmat aytamiz. Bizni bir yil mobaynida o'qitgan bo'lishlariga qaramasdan bizga shunchalik qalbimizda chuqur o'rin egalladilar. Bizni har sohada qo'llab-quvvatladilar. Kattakon rahmat ustoz, shuncha bergan bilimlaringizga, shuncha bergan yordamlaringizga kattakon rahmat aytib qolamiz sinfimiz nomidan. Дорогие наши учителя, вот и пролетели школьные годы. Мы взрослеем, уходим дальше, а сердце тепло и свет, который вы оставили нам. Спасибо вам за терпение, за знания, за поддержку, за то, что учили не только предметы, но и жизни. Вы всегда были рядом строгие, справедливые и добрые, и за это мы хотим вам сказать огромное спасибо. Вы навсегда останетесь в нашей памяти. Мы будем вспоминать вас с улыбкой и с благодарностью. И верим, вы тоже будете гордиться нами, с любовью и с уважением. Ваши дети, ваши выпускники, 9 класс. Assalomu alaykum aziz va muqaddas o'qituvchilarimiz. Avvalambor bugun kunni sizlarni o'tkazyapmiz. Shu avvalambor men she'rim bor. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar, ko'rsam deyman shu tabarruk ko'zingizni ustozlar. Aziz munis va mo'tabar ustozlar, ushbu zahmatli va ulug' kasbingizdan baraka topib, xalq duosida bo'lib yurishingizni tilakdoshimiz. Qaysi fan yoki qanday ustoz bo'lishingizdan qat'iy nazar sizlarni hamisha hurmat va e'tiborda e'zozlaymiz. Assalomu alaykum aziz hurmatli o'quvchilar. Mana bugun maktab bitirar ekanmiz. O'qituvchim Umida Pesvonqulovaga juda ham katta rahmatimizni sinfimiz nomidan aytaman. Mana shu yil 9 yil maktab bitirgan bo'lsak, har doim biz injiqlarimizni ko'tarib, yonimizda yondosh, darddosh bo'lib kelganlar. Bizda qanday muammo yoki birorta ish qilib qo'ysak ham doim yonimizda bo'lganlar. Ularga juda ham katta sinfimiz nomidan minnatdorchiligimni bildiraman. Jahon obodligi ustoz bilandir. Dilda qaror bo'lmas ustoz bo'lmasa. Kamolot, kushofot ustoz bilandir. Ishda baror bo'lmas ustoz bo'lmasa. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar hamda mana shu bayramning asoschilari, bitiruvchi sinf o'quvchilari, barchangizga bugungi kun bilan tabriklayman. Bugun mana shu yillar davomida ko'plab yillarni o'tkazdik. Mana shu 27-maktabda bizning bolaligimiz o'tgan sarlavhalarni yakunlashga xayr deydigan kun yetib keldi. Mana shu kun barchamizga juda ham qiyin va og'ir. Chunki maktabimizda shuncha xotiralar, hayotimizning ko'plab zarlavhalari o'tdi. Mana shu nutqim davomida, mana shu yillar davomida ustozlarimiz bizga ta'lim berdi. Odob, axloq, tarbiyani ham o'rgatdilar. Bizga sabr, qanoatni o'rgatdi. Mana shunday natijalarga erishishimizda ularning hissalari juda ham katta va ulkan. Ularning ba'zida asablarini buzdik, darslarga kech qoldik, ammo ular bizdan mehrlarini ayashmadi, e'zozlashdi. Shuning uchun bizning sinfimiz, bizning qadrli ustozlarimizga gullar va sovg'alar tayyorlab kelishgan. Ularni taqdim etamiz. 9-sinf o'quvchilaridan kutib
kutubxonamiz uchun kichkinagina bir sovg'amiz bor edi. Navbatni Xayr maktabim qo'shig'iga bersak, marhamat. joyimizga turmalaylik. Joylarimizga turib olamiz. Sidqidildan samimiy davlat tomonidan emas, samimiy qalb bilan yordam qilgan ota-onalar qo'mitasi a'zosi bor bizda, O'taxo'jayeva Dilnoza degan ayol. Shuni mana bugun farzandi ham bitiryapti maktabni. Shu ayolni sidqidildan biz tashakkurnomani mana hammadan keyin ataylab qildik. Hamma e'tibor qilish shu maqsadda qildik. Hammani ichida bermaslik uchun. Sizni yana bir bor tabriklayman O'taxo'jay, marhamat keling. Qarsaklar. Rahmat sizga. Siz maktab uchun ko'p fidoyilik ishlar qilgansiz. Maktabni
ravnaqi uchun o'zingizni hissangizni qo'shgansiz. Biz maktabimiz jamoasi nomidan, o'zim nomimdan qolsa sizdan tabriklaymiz. Rahmat sizga e'tibor uchun. Men bu ishingizda hech ham charchamasligingizni tilab qolaman. Sog' bo'ling. Rahmat. Ayrilgim kelmaydi Munis maktabdan. Ko'nglimda yo'qdi u abadiy chiroq, yashirgim kelmaydi men ko'z yoshlarim, chalinmay tura qol so'nggi qo'ng'iroq. Mana do'stlar, hayajonli daqiqalar ham yetib keldi. So'nggi bor qo'ng'iroq chalish uchun faxrli navbatni 11-A sinf o'quvchisi Said Azimov Sherzod va 1-B sinf o'quvchisi Abdumalikova Odinaga beramiz. Olamni kuzatgan mo'tabar va munavvar maktabimizning mehr to'la duosi bo'lmish so'nggi qo'ng'iroq dillarimizda hamisha jaranglab turaveradi. Xayr azizlar, xayr maktabim. Ayrılıktır ağırram, yüreklerge larza solar hayhat so'nggi qo'ng'iroq. Ayrılıktır ağırram, yüreklerge larza solar hayhat so'nggi qo'ng'iroq. Ayda yuksak esli bo'lsin, har an so'nggi qo'ng'iroq. Ustozlarga deysiz rahmat oparib, ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni sharaf olguncha sho'ng'iroq. Mana tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barcha ishtirokchilarga kattakon rahmat. Endi hamma o'z belgilangan sinfiga, darslarga marhamat. Mana bugun oxirgi so'nggi qo'ng'iroq tadbirimiz yakunlandi. Sizlarni mana shu oxirgi qo'ng'iroq bilan tabriklayman. Xudo xohlasa imtihonlarni yaxshi a'lo baholarga bitirib, hamma o'zi xohlagan kasbni egallab, kelajakda ota-onangiz orzu qilganday farzand bo'lishingizga tilakdoshman. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Ota-onangiz orqangizdan faqat yaxshi gaplar eshitsin, shunga harakat qiling. Assalomu alaykum, hurmatli meni aziz o'quvchilarim, hurmatli ota-onalar. Mana maktabga qadam qo'yganingizga ham 9 yil bo'ldi. Bir pasda 9 yil o'tib ketdi. Esimda 2016-2017 o'quv yilida maktabga kelgandinglar. Sinfimizdagi eng ko'p birinchi sinflarning eng ko'p o'quvchi biz sinfda edi. O'g'il bolalar soni naq 19 ta o'g'il bola. Eng to'polonchi sinf bo'ladi deb o'ylagandim. O'g'il bola ko'pdi. Haqiqatdan ham o'g'il bola ko'p sinf to'g'ri to'polonchi bo'ladi, lekin qizlarimiz hammasi a'lochi edi. Bizda yomon bahoga o'qiydigan o'quvchini o'zi yo'q edi sinfimizda. 9 yil davomida
sinfimizga kelgan, ketgan o'quvchilar bo'ldi. Hozir qarab turdim. To'g'ri Donaboy vodiyda maktabimizni faxri boshqasi o'tib ketib qoldi. Lekin 7 yil sizlar bilan o'qidishimiz ham. Undan tashqari sinfimizda a'lochi bolalar juda ko'p edi. Men xursand bo'lganim, nima desam gapimni ko'tardinglar, hurmat, hattoki eng to'polonchi degan o'quvchim ham yuzimga tik qarab gapirmasdi. Men shundan xursandman shulardan. Mayli u o'qish ikkinchi darajali deb o'ylayman-da. Birinchi o'rinda bu ustozga bo'lgan hurmat, odamgarchilik deb o'ylayman. Qattiq gapirsam ham hech qachon birortasi hech qachon 9 yil davomida ko'zimga yoki yuzimga tik qarab gapirgan bo'laman. Ko'chada ushlab olamanmi, maktabda ushlab olamanmi, ularni ushsam ham, ta'lim bersam ham, ko'p bo'ladi ustoz deganinglar uchun xursandman sizlardan. To mana shu maktabni bitirib ketganda ham, kelajak hayotda ham hech qachon unutmanglar. Bitta so'z bilan insonni qalbini vayron qilish mumkin-da, bitta so'z bilan insonni qalbini bir jannat bog'i yaratish mumkin-da. Men sizlardan minnatdorman, hech qachon meni xafa qilmadilaring, men hech qaysilaringdan hech qachon xafa bo'lmaganman. Har doim gapirganimda kulib turib, "Xo'p bo'ladi ustoz" degansizlar. Bundan buyon kelajakda ham xuddi shunday bo'linglar. Ota-onalaringni hech qachon yuzini yerga qaratmanglar. Hech qachon nima deydi? Biror bir ish qilishdan oldin ko'z oldilaringda birinchi o'rinda ota-onalaring tursin. Onalaring tursin ko'zlaring oldida. Men o'ylaymanki, ichlaringdan yomon inson chiqmaydi. Hayotda hamma o'z o'rnini topadi kelajakda. Mana xursand bo'lib sizlar bilan faxrlanib yurib, mana shu o'quvchini men o'qitganman, meni o'quvchim degan faxr, g'urur bu eng katta o'qituvchini yutug'idir hayotda. Yutuqlaring cheksiz bo'lsin, cheksiz cheki bo'lmasin. Har biringlar hayotda o'z o'rinlaring topinglar. Yana sizlar ichlaringda mana bizda o'qigan bolalardan hozir mana faxriy yorliq oldi, faxrlandim. Farhod va Fotima uyami bizda o'qigandi, qaytib kelgandan keyin sinfga qo'ymadi uni. Bola ko'pdi, 7-sinfda qaytib keldi shu qiz. Lekin faxriy yorliq olib, xursand bo'lsam, tomosha qilib faxriy yorliq olganlaringda ham 9-dan nechta olar ekan deb qarab turdim. To'g'risi, mayli fan olimpiadasi bo'lmagandi, lekin 10-sinfga qolayotgan o'quvchilar ichidan balkim keyingi o'quv yillarida chiqib qolar. Kollejga borsanglar, u yerda ham bo'ladi albatta fan olimpiadalari. Kim litseyga borsa, u yerda ham bo'ladi fan olimpiadalari. Harakat qilinglar. Nima deydi? Kollejni bitirgandan keyin, litsey bitirgandan keyin yoki 11-sinfga qolayotgan o'quvchilar 11-sinf bitirgandan keyin albatta oliy ta'lim o'quv yurtlariga kirolmaganlar biror bir yaxshi kasb yo'qlari egallab hayotda o'z o'rinlarini topishlarini xohlayman. Sog' bo'linglar. Ota-onalaring rohatlaring ko'rsin sizlarni. Sizlar orqalaringdan yaxshi gap so'zlar eshitsin. Hurmatli onajonlar, aziz qora ko'zlar, qizlar, o'g'illarimiz, bugungi kun bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Avvalambor Shahnoz opa, Manzur opa, sizlarga kattakon rahmat. Bizni bolalarimiz to'polonchiliklarni ko'tarib, yaxshi yomon kunlarda har doim biz bilan bo'ldilaring, bergan ta'limlaringga, tarbiyalaringga rozi bo'linglar. Bu bolalarimizga nima deymiz, kelajakda yaxshi kasb egalari bo'lishsin, yaxshi o'qishlarga kirishsin. Shahnoz opa aytgandek, ota-onalarning yuzlarini yerga qaratmaydigan farzand bo'lishsin. Bular qancha bizni nimalarimiz yaxshi o'qishlarga kirsa farzandlarimiz, o'qituvchilarni farqlari nima ko'tarilib, xursand bo'lib, men tarbiyalagan, men o'qitgan o'qituvchi deb faxrlanishadi. Shunday ekan, sizlardan umidimiz ham, ishonchimiz ham yaxshi o'qishlarga kiring, yaxshi kasb egalari bo'ling. Kelajakda yo'llaringizni yaxshi topib ketinglar. Mahsud opa, sizga kattakon rahmat. 4 yil davomida Shahnoz opa yaxshi, hamma bolalarimiz yaxshi o'qishdi, a'lochi bo'lib zo'r o'qishdi. 5-sinfga o'tgandan keyin sho'xliklari boshlandi. O'zlarini kattadan o'qilishdimi? Katta bo'ldik, endi biz 5-sinfga o'tdik, yuqori sinf bo'ldik deyishdimi? Sal sho'xliklari bo'ldi. Mahsud opa, shu 5 yil davomida siz biz bilan
teppa teng yurib nima qildingiz? Rahmat sizga. Shularning orqasidan gaplarni eshitdingiz. Sizga kattakon rahmat. Darjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringiz rohatli ko'ring. Bundan keyingi yoshlarni tarbiyalashda ham sizlarga kuch-quvvat tilayman. Sog' bo'linglar. Bolajonlar, onajonlar, sizlarni ham bugungi kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Maktabgacha ta'lim-tarbiya bergan Shahnoza Maqsudga juda katta butun sinf nomidan rahmatimizni aytamiz. Shuncha injiqliklarimizni ko'tarib, nimaki yomon ishlar qilib qo'ygan bo'lsak, shuncha biz orqamizdan gap eshitib, bizni qo'llab-quvvatlab, shuncha paytdan beri tarbiya bilim berganlar uchun kattakon rahmatimizni aytamiz sinf nomidan. Assalomu alaykum hammaga. Ustozlar, shu mana bizning 9 yil ustozimiz, 4 yil ustozimiz, 5 yil maqsad ustozimiz o'qitgan. Shular hammasiga rahmat. Orlariga shukr, bizga shuncha ta'lim tarbiya berdilar, shu yergacha olib keldilar. Shu mehnatlarni hech qachon unutmaymiz. Hammalariga rahmat.